Qo'llarim bilan sizlarga bitta rasvetkalarini joyladim. Bu abayalarimizdan olmasanglar bo'lmaydi. Juda ham chiroyli abayali troykalarimiz kelibdi do'konimizga. Rasvetkalarni bir-biridan chiroyligini qaranglar. Bularimizni вообще asal bo'lib qolasizlar kelganinglarda. Yosh tanlamaydi, yoshligiga, didinglarga qarab yoqtirgan rasvetkasini tanlab olsanglar bo'ladi qizlar. Troyka bularimiz futbolkasi kenggina kiloti bor. Naqshlarini bir-biriga tushirib qilib ishlanganlarini qaranglar. Qizlar bularimiz Bishkekdagi narxlari 380 ming so'mdan sotilyapti. Boshqa do'konlarda bizning ham filialimizdan bo'lsa, atigi 190 ming so'mga o'zingizning kvasiylar bo'ladi. Qizlar eng chiroyli rasm. Men bir o'zbekcha ham menga juda ham yoqdi qizlar. Lekin korishnivyisi ham juda ham bagati turadi kelganinglarda. Havo rangi bo'lsa alohida dunyo. Agarda bardovista oladigan bo'lsanglar, trend va abayani kivagan hisoblanasizlar. Xolos kelib do'konimizga kelinglar va eng chiroyli rasvetkalarni o'zingizga olinglar.